Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada size Gazi Roze, Washington'dan sözleyimiz. Bugün çislağa 2020 yıl 5. ayının o geçirenler 6. ayının 3. günü hepteki çarşamba. Bugünkü vaziyetin eysak vatandaşta hazır Hindistan Cungo çegrası da gayri alametler körlüvatıdır. Bunu kişiler keskinleşti vaziyetteydi, ciddileşti vaziyetteydi. Bugünkü sözleydi leksiyalarımız hem şunun münasebetlik. Bugünkü vaziyet doğrusu sözleydiğimiz mani şu vatandaş. Endilikte kileyli mavzunun özü kileyli vatandaşı. Cungo Hindistan çegrası Türk şivatıdır. İki taraf, iki devlet askeri kısımları Türk şivatıdır. Cungo Hindistan arkadan çegrağı asker toplavatıdır. Hindistan'da Cungo karşı keyfiyat kengaymakta. Mavzulu haber 6. ayının 3. günü Dovitor beti ilan kılındı. Koşumçu mavzu. Hindistan matbuatları mındak görsetti. Cungo harbiy mavcudluqni kuchaytgan rayonlarda bir necha soatda Hindistonga yaqin joylarga yetib kelalaydi. Hindiston Cungo amaliyot tizginlab turgan rayonlarda davomli tirkishyapti. Bu mavzular ostidagi xabarlar, bu xabarlarning mavzulari mundaq hurmatli vatandosh. Azadlık Armiya jangchilari Hindiston askarlari tarafidan asirga olindi. Yaralanish ig'ir bo'ldi. 5. ayning 31 kuni Dovitor beti. Azadlık Armiya 72 nafar Hindiston askarini yaralandırdı. 5 nafar Hindiston askarini asirga oldi. 6. ayning 1 kuni Dovitor beti. Azadlık Armiyani asirga tushgan harbiy mashinasi pachaqlab etildi. Yaralangan Hindiston askarlari tek uçar aeroplan bilan yo'tkab ketildi. 5. ayning 31 kuni Dovitor beti. Vaqalarning qiziq nuqtasi, mushuning hammasi bir betda berilgan xabarlar juma. Vaqalarning qiziq nuqtasi. Hindiston Cungo chegarasida yaqinda yuz bergan to'qinish to'g'risidagi xabarlarni kim pash qildi? 6. ayning 2. kuni Dovitor beti. Kim pash qildi? 6. ayning 2. kuni Dovitor beti. Vaziyat jiddiylashdi. Azadlık Armiyaning chorlig'uvchi karterlari orqadan paydo bo'ldi. 6. ayning 2. kuni Dovitor beti. Bir meydan Cungoluqni qo'g'lab o'tish harakati boshlandi. Bu ish Hindiston jamiyatida portlab chiqdi. 6. ayning 2. kuni Dovitor beti. Endi yana bir mavzu, kichik mavzu, voqealarning umumiy yuzlik taraqqiyoti. İki devlet armiyasi yuqori qatlamdagilar 6. ayning 6. kuni yana bir qatam suhbat o'tkazdi. Cungo Hindiston chegara vaziyat jiddiylashdi. İki devlet chegaraga askar to'plashga boshladi. 2 soat ilgari 6. ayning 3. kuni Dovitor beti. Cungo orqasidan xanjar yedi. Nemishqa davomli tuvan holatda turdi. Mutaxassislar mundaq dedi. Hindiston mutlaq harbiy ustunlikka ega. 4 soat ilgari 6. ayning 3. kuni Dovitor beti. Prezident Trump Modi bilan telefonda so'zlashdi. Cungo Hindiston chegara to'qinishi to'g'risida to'xtaldi. Modi ushbu hodisani bildirdi. 4 soat ilgari xabar 6. ayning 3. kuni Dovitor beti.
Endilikdə Cungo Hindistan çegara vəziyyəti kəskinləşdi. Cungo çegara rayonunda hərbi manevr elib barmaqçı oldu. 4 saat ilgiri berilgan xabar 6 ayının 3 günü dovitor bitdi. Cungo'nun 22 tane köreşçi aeroplanı aldığın sep aeroportga qaytib geldi. Şərq Şamali 26 belgelik raketani 3 qatım attı. 5 saat ilgiri berilgan xabar 6 ayının 3 günü andi 2 parça film görünüşü. Bunun kendili 2 parça film görünüşü. Çigrada Hindistan askerleri bilen Xitay Cungo askerlerden bir-birini ittirishayotganligi, zo'kollashayotganligi, jang jidal qilishayotganligi, janjal qilishayotganligi ko'rsatilgan 2 parcha film. Endi yana bir mavzu Cungo Hindistan chegarasida to'qinishning halqalik axborotini kim pash qildi? 2020-yil 5-ayning 5-idan boshlab Cungo Hindistan chegarasida terkshish davomlashib, İki devlet G'arb taraf chegaraları, O'rta Belbog' va Sharq taraf chegaraları da tirkashdi. İki taraf bu to'g'rida o'xshashda sukutda turib oldi. 5-ayning 23-kunidan boshlab Hindiston armiyasi, harbiy odamlar va siyosiy arboblar chegaradagi tirkishga cho'ng dushmanga yo'liqqandek muomala qildi. Hindiston quruqlik armiya shtab boshlig'i Ravani 5-ayning 23-kuni birinchi sapga kelib ko'zdan kechirdi. 26-kuni Hindistonning vaziri Modi davlat bexatarligi maslahatchisi Ajit Dovalning davlat mudofaa shtab boshlig'i Bipin Rawatning va boshqa rahbarlarning dokalatını aldı. Ya da sükutda turib oldi degan bir cümlenin mazmuni ikki taraf bo'layotgan ishlarni axborotga xabar qilmadi degan mazmunda hurmatli vatandoshlar.